Assalomu alaykum. Siz bilan Muhammad Bobur. Siz bilan Biris buxgalter, Biris rozniца, ya'ni chakana savdo dasturini seriyali video kurslarini boshlaymiz. Bugundan boshlab. Hop, ya'ni kim hozir biz sotuvchi qandoq qilib mahsulotni kiritib, uni prixod qilib, uni sotishini qadama-qadam videolar davomida ko'rib o'tamiz. Seriyali videolar davomida ko'rib o'tamiz. Hop, demak, birinchi o'rinda biz mana Biris chakana savdo dasturini ochib oldik. Va bu joyda bizga главный bo'limida spravishnikda nomenklatura bo'limi kerak bo'ladi. Hamda sozdать tugmasini bosamiz. Sozdать nomenklatura. Demak, kategoriyamiz 5 kategoriya bo'ladi. Naminavaniyasida nomini yozamiz. Bu hozir moy, ya'ni ki motor moyi bo'lgani uchun motor moyining nomini yozamiz. Hop, bosmaga chiqadigan nomini ham mana ko'rsatdi. Bu joyda mana описание bo'limida nomini yozib qo'yishimiz mumkin. Qanaqa mahsuloti tavsifi bo'yicha. Misol uchun bu moy 5 litrli. Bizda o'lchov birligi litr kubda bo'ladi, ya'ni o'lchov birligi bizda litr kubda. Shuning uchun litr kub tanlaymiz. Hop, hamda mana bu joyda bu guruh degan joyda guruhini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Agarda yo'q bo'ladigan bo'lsa, sozdать guruhi qilib yangi sozdать qilamiz. Demak, bu motor moyi guruhiga kiradi. Записать qilamiz, zakrit qilamiz va buni tanlab qo'yamiz. Hamda записать tugmasini bosamiz, записать zakrit tugmasini bosamiz. Va guruhga o'tsak, mana motor moyida bizda mana shu kastrol 5 ga 30 turibdi. Tormoz jidkostga kirsak, hech narsa yo'q. Demak, motor moyini ichiga kiramiz. Buni ko'ramiz mana. Mana shu holatda yangi mahsulotni qanaqa qilib kiritishni ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu holatda biz yangi mahsulotning nomini kiritib o'tamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha